Hammaga xayrli tong. Bugun bizda dam kuni. Ertamatanda choy ichib olish kerak. O'zimizni baquvvat ovqat makaron shlog'i bilan. Bundan so'ng ko'chaga aylangani chiqamiz. Bugun ob-havo juda ham go'zal. Balkim dengizni bo'yiga ham aylangani borarmiz. Choyni ichib oldik. Endi ko'chaga chiqib, ozgina aylanib kelamiz. Musullarni tashab aylanishni davom ettiramiz. Bozorlik qilib qo'yish kerak. Bozorlikni qilib oldik. Endi uyga marsh. Keluringlar, kokteylcha tayyor. Hamma narsani olib oldik. Endi bular joylashtirib chiqish kerak.